Men 5-6 kilo ozganni ozdi deb hisoblamayman. Ko'krak kattalash amaliyoti va Teri hamma joyda osilishi mumkin. Yo, men faqat qorinda bilamanmi o'zim. o'zini sevish kerak, keyin ichidagi shaytonchasini jilolash kerak-da. Bizni erkaklarimizda testosteron dominant. O'zingizni eng chiroyli versiyangiz yaratib beradi. Va Siz o'sha operatsiyadan keyin qanchagacha ozgan va qanaqa holatda osilgan ayollarni ko'rgansiz? men sizni operatsiya qilib beraman, chiroyli qomat qilib beraman. Bizga fishkalarni bering, baribir. Masalan, men sizga borgunimcha. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Barchangizga xayrli kech. Bugun navbatdagi podkastimiz aynan sizga foydali bo'ladigan mavzuda bo'lyapti. Eng ko'p menga berilgan savollar: "Zilya, siz detoksiz, men parhez qilganimda terim osilmaydimi? Qanaqa mashqlarimni qilishim kerak? Yoki teri osilganda nimalar qilsa bo'ladi? Operatsiyalarga qanday qaraysiz?" deb ko'pchilik savol berdi. Va sizni talabingizdan kelib chiqqan holda bugun biz studiyamizga plastik jarrohni taklif qildik. Assalomu alaykum Vohid aka. Assalomu alaykum Dilya. Sizni men tanishtirib o'tmoqchiman. 15 yillik tajriba, tibbiyot fanlari nomzodi va minglab insonlarga yordam bergan inson sifatida aynan meni onamga ham siz yordam bergansiz, bilaman. Va shuning uchun sizni taklif qildim, ishongan doktorim bo'lganingiz uchun. Rahmat, avvalambor ishonch qilib chaqirganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiraman. O'ylaymanki, suhbatimiz bugun qiziqarli va sizni ham, meni ham auditoriyam uchun foydali bo'ladi deb. Haqiqatlarga boy bo'ladi, lekin bugun siz tayyorsiz, men bilaman, chunki men bilan gaplashib oldim. Yo'q, bu mavzuni olib chiqmaylik. Kerak deymanda. Biza bundan ilgari ham bir necha marta podkast olganmiz, lekin biror marta bizda spesial podgotovka yo'q bo'lmasa agar savollar tayyorlanib yoki javoblar tayyorlanib holat bo'lmagan. Tabiiy hammasi bo'lishi kerak, hammasi yurakdan chiqishi kerak. Chunki men o'zi ayollar bilan ishlaganim uchun bir kunda kamida 100 ta 200 ta ayollardan terim osilib qolmaydimi degan savolni olamanda. Har doim mana shu qiynaydi va men o'ylayman, teri osilmasligi uchun biz semizlikni boshidan boshlab harakat qilishimiz kerak va hammasini kompleks olib borishimiz kerak. Siz vrach sifatida qachon teri osiladi, nima xatolar osiltiradi? Mana shu haqida bizga aytib bera olasiz? Dilasam ko'p yillardan buyon mana shu tana vazni yuqori bo'lgan ayollar bilan ishlab kelyapsiz. Umuman tana vaznini kamaytirish, ya'ni tana vaznini kamaytirishga qaratilgan juda ko'p choralar bor. Siz misol uchun tanlagan, misol uchun menga ham ma'qul bo'lgan va eng patsientlarimiz uchun, ayollarimiz uchun xavfsiz bo'lgan usuli bu tabiiy ozish usuli. Lekin tabiiy ozolmaydigan yoki qanaqadir kasallik tufayli semirgan ayollarimizga dietalar yoki mashqlarga yordam qilmasligi mumkin. Bunaqa vaqtda qo'shimcha sifatida tibbiyot aralashadi, ya'ni endokrinolog, maxsus yo bo'lmasa agar bariatrik xirurgiya hozirgi kunda keng tarqalgan qo'shilib aralash yordam beradi. Lekin shaxsan menga ham patsientlar murojaat qilgan vaqtda operatsiyamizga ko'rsatma bo'lib biz tana vazni indeksini olamiz. Bu tushunchani siz juda yaxshi bilasiz. Lekin bizdan tomoshabinlar bilmaydi. Buni biza jay darajasiga tushuntirishimiz kerak. Hozir siz aytyapsiz, tomoshabinlar o'ylaydi, baribir ko'rayotgan zritel aytadi, tana vazni nima u? Bariatriya nima u? Bizani oshqozon kestirish deymiz. Endi oddiy tilda men shu men tibbiy atamani yaxshi ko'rsam ham xalq uni zerikib qoladi. Demak, bizda semizlikni ketkazish uchun bir qancha yo'llar bor. Dieta, agar bo'lmasa keyin unda joylar qilib tushuntiraman. Dieta yo bo'lmasa agar endokrinologlar turli xil medikamentlar yordamida, dori-darmonlar orqali vaznni kamaytirishi, uchinchisi bu jarrohlik yo'li, ya'ni oshqozonni kesib tashlash hozirgi kunda keng tarqalayotgan. Mana shu 3 ta yo'ldan menga murojaat qiladigan patsientlar, vazn tashlab ketgan patsientlarni ko'rganimda teri osilish eng kam kuzatiladigan holat bu tabiiy ozgan ayollarimiz. Ya'ni tabiiy ozishda ayollarda teri osilishi kamdan kam kuzatiladi. Nu agar sizda auditoriyangizga qiziq bo'lsa, buni qisqacha tahlil qilib o'tmoqchiman. Tabiiy ozish jarayonida siz bilasizki, tanamizdagi tashqi hamda ichki yog'lar mutanosib ravishda o'sha sizlar tavsiya qilgan dieta va sport bilan sekin-sekin me'yorda kamayib boradi. Va bu vaqtda teridagi, organizmdagi kollagen miqdoriga ta'sir qilmaydi. Chunki siz nafaqat uni kaloriyasini kamaytirasiz, balki organizmdagi vitaminlarni turli xil salatlar, qo'shimchalar bilan boyitib borasiz. Va shuning hisobiga tanadagi ortiqcha yog' miqdori kamayadi, lekin kollagen miqdori o'zini saqlab qoladi. Shuning hisobiga teri asta-sekin mushaklarga tortiladi, ya'ni bog'lov apparati orqali. Bariatrik xirurgiyada eng oshqozon kestirishda eng yomon narsa bu
tanada nafaqat yog'ni kamayishi, balki kollagen, foydali minerallar, vitaminlarni ham kamayishi o'sha terini ushlab turadigan bog'liq apparatlarni sustashishiga natijada qanchalik vazn kamaysa, shunchalik terining osilishiga sabab bo'ladi. Siz o'sha operatsiyadan keyin qanchagacha ozgan va qanaqa holatda osilgan ayollarni ko'rgansiz? Shaxsan o'zimning tajribamda ikkita usulda ozgan ayollarimizni turli xilcha vazn tashlagan holatlari menda bo'lgan. Shaxsan shunaqa holatlarni hozirgi kunda juda ko'p ko'ryapmiz, chunki vazn 180 kilogramdan 200 kilogramdan 100 kilogramgacha, ya'ni -90, -100, -70 kilogramgacha o'sha xirurgikani oshqozon kestirish orqali ariq vazn tashlaganlar bor. Lekin xuddi mana shuncha vaznni meni tajribamda 73 kilogram vaznni shaxsan men tavsiya qilganimdan so'ng, ya'ni tavsiya berganman patsiyentga ozishni va u tabiiy yo'l bilan -73 kilogram vazn tashlab bergan. To'g'risi, o'zim ko'zlarimga ishonmaganman. Qornini ochib olib, chandiq qidirganman. Ya'ni bariatriya qilingan bo'lsa, oshqozon kestirgan chandig'ini qidirib topolmagandan keyin u meni ubeditsiya qildirganki, men tabiiy ozdim doktor degan, to'g'ri ishonch bo'lmagan. Lekin o'shandan keyin barcha o'sha menga murojaat qilgan semiz ayollarga aytamanki, agar senga chiroyli qomat kerakmi, yo bo'lmasa agar bizni operatsiyamizga tayyorlanmoqchimisan, albatta dieta qilgin. Sog'lom ozgin, chunki sog'lom ozishda boya ta'kidlaganimdek teri osilishi kamroq kuzatiladi. Osilish tibbiy jihatdan siz aytganda o'sha kollagen to'qimalari kamayib ketishi jihatdan bo'ladi. Lekin men ko'rganman, ochlik, qattiq dietada ham osilishlar yoki qayta semirish ko'p bo'ladi. Mana ozadi, lekin dietani buzib qo'ygandan keyin yana qaytib semiradi. Va sizni operatsiyangizda ham mana siz asosan o'sha tana massa indeksiga qarab qomatni osilgan terilarni kamaytirish yokida teri hamma joyda osilishi mumkin. Yo men faqat qorinda bilamanmi? Endi deylar bunaqa. Допустим, yog' to'qimasi kamaysa, tananing barcha qismida kamayadi va barcha qismida bog'liq operatsiyani sutlashi mumkin. Muayyan zonani kamaytirib bo'lmaydi ko'pincha. Yo'q, kamaytirib bo'lmaydi. Sizni o'sha dietangiz hisobiga ham nima qilamiz? Biz umumiy patsiyentning vaznini kamaytiramiz. Bizni operatsiya vaqtida bizga ham ko'p savol kelib tushadi. Doktor deydi, "Men sizni operatsiya o'tkazsam, ya'ni hozirgi kunda yog' oldirish liposaksiya amaliyotimiz bor. Liposaksiya, lipomodellerini qildirsam yoki abdominoplastika, torsoplastika qilsam, yana vazn olamanmi?" degan savol beradi. Albatta oladi, chunki tanadagi 100% yog'ni men tortib ola olmayman. Chunki tanadagi yog' bu nafaqat bizga ortiqcha vazn beradi, balki uni organizmda bajaradigan muhim funksiyalari bor. Ya'ni yog' to'qimasini me'yorda foydali xususiyatlari juda ham ko'p. Ya'ni siz aytmoqchisizki, hozir men operatsiya qilaman, lekin baribir u qayta semiradi demoqchisiz. Garantiya yo'q. Yo'q, agar patsiyent meni tavsiyalarimni bajarmasa, operatsiyadan keyin sog'lom ovqatlanishga, sog'lom turmush tarziga, yo bo'lmasa agar sportga e'tibor bermaydigan bo'lsa, albatta semiradi. Bu dunyoda abadiy hech narsa yo'q. Siz dietangiz ham abadiy emas, в том числе bizga qilgan operatsiya ham abadiy emas. Hattoki oshqozonni kestirish, ya'ni oshqozonni 4 dan 3 qismini olib tashlagan patsiyentlarda ham ikkilamchi semirish kuzatiladi. Ana o'zingizdan necha marta guvoh bo'lgan bo'lsangiz kerak. Oshqozon kestirishdan keyin qanaqadir muddatda -90-80 kilogram tashlayapti-yu, lekin 1 yil, 2 yil, 3 yildan keyin ko'rasiz. 3 yil eng uzog'ida. 3 yildan keyin yana nima qilishyapti? Qayta vazn olib kelishadi. Chunki tibbiyot jihatdan shunaqa narsa bor. Qaysidir organni qanaqadir ma'lum qismini olib tashlasangiz, vaqt o'tishi bilan qolgan qismi o'zini o'zi gipertrofiya qilib, qayta ishlab avvalgi funksiyasini tiklashga harakat qiladi. Bu Allohning mo'jizasi bu. Men aytmoqchiman, mana bu oshqozonimiz bo'lsa, xo'p, mayli 5 dan 4 qismini yoki 3 qismini olib tashladik. Qolgan o'sha 2 qismi kengayadi, lekin bu haqiqatki, men bu 3 qismini qaytarib bo'lmaydi. Oshqozonni tibbiy jihatdan shunaqa tuzilgan. Har bir zonasi. Endi men to'liq hozir gistologiyasini aytib o'tirmayman, chunki oddiy xalq tilida tushuntiraman. Oshqozonning 4 ta qismi bo'ladigan bo'lsa, 4 ta qismida 4 xil hujayralar joylashgan. Va bu hujayralar hech qaysi, misol uchun, birinchi qismdagi hujayralar 4-chi qismdagi hujayralarni takrorlamaydi. Va biz oshqozonni o'sha 4 dan 3 qismini olib tashlagan vaqtimizda ayrim hujayralar bu organizmda hech qachon tiklanmaydi. Ya'ni va organizmdagi biror ovqat hazm qilish organda, ichakda ham, oshqozon boshqa qismida ham yo'q. Ya'ni har bitta hujayraning o'zining vazifasi bor. Va har bitta hujayra o'ziga tanlab vitaminlarni so'rish xususiyatiga ega. Vaholanki, agar oshqozon kesirish amaliyotidan so'ng qanaqadir vitaminlarni siz tashqaridan berib turmasangiz,
organizm uni o'ziga o'zlashtirib B-guruh olmaydi. asosan. Asosan B-guruh kamqonlik o'sha kamqonlikda kamayib ketishi. kasl omili deydi. Shu kasl omili kamayish hisobiga anemiyalar yoki ko'p e'tibor bergan bo'lsangiz, umuman oshqozon kestirishdan so'ng rang par bo'lishadi, teridagi blesk. Nimaga shuni vrachlar aytmaydi? Men ko'rdim 80 kiloda ham qoldi. Men nima qoralamayman. Hozir siz bitta javobingiz bor. Klient majbur qiladi ko'pincha deysiz. Lekin men ko'rdim, o'zimga yaqin insonim 90 kilodan yuqori, menimcha 92 oshqozon operatsiyasi qilib ozgan va 90-92 atrofida qotib qoldi vazni. Keyin shunda bordi, aynan siz ishlaydigan klinikada operatsiya qildirdi. Zo'r, cho'tki hammasi yaxshi. 1 oy 2 oy o'tyapti, menda -6-5 kiloda, lekin men ko'rinishimdan qoniqmayapman. Hech ko'rinishim operatsiya qilganda emas. Dila, hozir shu o'rinda bir narsa aytmoqchiman. To'g'risi, men plastik jarrohman, lekin bevosita bariatrik xirurg emasman. Lekin shu narsani aytishim mumkinki, qachonki o'sha oshqozon kestirish amaliyoti ko'rsatma bilan, ya'ni hammada ham sog'lom ozish imkoniyati yo'q. Ayrimlar qandli diabet, ayrimlarda gormonal fon buzilishi hisobiga tana vazni juda ham yuqori. Ya'ni ular kontrol qila olmaydi. Kontrol qila olmaydi. Mana bunaqa paytda to'g'ri kerak oshqozon kestirish amaliyoti. Lekin hamma holatda emas. Har bitta bizni xirurgik operatsiyada u xoh oshqozon kestirish bo'lsin, u xoh plastik operatsiya bo'lsin, u xoh boshqa bir sog'lomlashtirishga qaratilgan общий xirurgik operatsiya bo'lsin, har bitta operatsiyaga ko'rsatma bor va qachonki mana shu operatsiya o'zini ko'rsatmasi bo'yicha kitobda, literaturada, adabiyotda yozilgan ko'rsatma bo'yicha bajarilsagina bu ham pasiyent uchun, ya'ni bemor uchun yaxshi, ham o'ylaymanki o'sha operatsiya qilayotgan xirurgni vijdoni uchun. Lekin xo'p, qasamni ichgan, lekin men ko'rdim. Siz operatsiyaga aksiyani ko'rganmisiz? Men oshqozon kestirish operatsiyasi 10 million so'm deb reklama qilingan reklamalarni ko'ryapman-da. Va vaholanki 70 kilo qilsam bo'ladimi? 80 kommentini kirib o'qiyman-da. Bo'ladi, direktga yozing. Bo'ladi, direktga yozing. Men hayronman. U ayol 10 kilo, 15 kilo uchun operatsiya stoliga yotishi yoki shart emas. Bizani vrachlarni mana bu sizni qilsa bo'ladi degan gapiga 10 ta bo'lmaydini olib tashlaymiz. Sizni gapingizni ham hozir eshitayotgan ayollar, siz bo'lmaydi dedingiz, yana bitta tajribali bo'lmaydi dedi. Masalan, 90 kiloda bittasi 4-tinchisi bo'ladi, keyin men qilaman desa o'shanga boradi. Bilasiz, bu nima bilan bog'liq? Nima bilan? Bu men o'ylaymanki, xalqimizning ozgina tibbiy bilimdonligini pastligi bilan bog'liq. Qaranglar, sizlarni aybdor qilishyapti yana. Shunaqa holatlar bo'ladi. Bizga допустим chet eldan ham pasiyentlar murojaat qilib kelishadi. Ayniqsa chet eldan murojaat qilgan pasiyentlar, men endi bu yerda hozir qanaqadir millat ajratish yoki joy ajratish fikridan mutlaqo yiroqman. Demoqchimanki, keladigan pasiyentlar уже 90% mana shu operatsiyaga tayyor. Ular barcha internet ma'lumotlarini ko'rishgan. Ular faqat ijtimoiy tarmoqlar, допустим, Instagram, TikTok yoki Telegram yoki rasmni ko'rishgan emas. Ular to'liq shu operatsiya haqida minus va pluslarni ko'rib, o'rganib va mutaxassisdan 100%, ya'ni o'zi tanlagan mutaxassisdan kompetentligini, ya'ni 100% bilib olish uchun kelishadi va bunaqa pasiyentlarga konsultatsiya o'tkazish, ularga nimanidir tushuntirish, bo'layotgan asoratlarni yoki ko'rsatma bor yoki yo'qligini tushunish bizga ancha qulaylik tug'diradi. Lekin afsuski ko'p ayollarimiz umuman tibbiy bilimdonligi past va siz aytgandek, biz ularga qanchalik shu operatsiya ko'rsatma yo'qligini, ular vazn tashlash kerakligini tushuntirishimizga qaramasdan, siz aytganingizdek qo'sh tirnoq ichidagi xirurglarimizga borib operatsiya qildirishadi. Ya'ni bu yoq biznesga borib taqalyapti. Marketingga vihod desak yaxshiroq bo'ladi menimcha. Mana shu 90, 80, 100 kiloda ko'rsatma bo'lmasa-da, xoh oshqozon operatsiyasi, xoh plastik jarrohlik qildirayotganlar bor dedik. Shaxsan meni tajribamda, men plastik xirurgiyada biza tanani korreksiya qiladigan amaliyotlarimiz bor. Ya'ni liposaksiya deymiz, nijniy body lift deymiz, abdominoplastika deymiz. Mana shu amaliyotlarda tana vazn indeksi eng muhim ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bu bo'yni vaznga nisbati u maxsus formula bilan hisoblanadi. Agar siz kuzatuvchilaringizga shu qiziq bo'lsa, videomiz oxirida qisqagina instruktaj o'tib ketishimiz mumkin tana vazn indeksini hisoblash to'g'risida. Hamma o'zinikini hisoblab olsa bo'ladi. Hisoblab oladi. Mana shu bilamizki, tana vazn indeksida norma bu 18 dan 25 gacha bo'lgan ko'rsatkich norma bo'lib hisoblanadi. Va 25 dan 30 gacha bu ortiqcha vazn, уже 30 dan yuqori bo'ldiki, уже semizlik boshlanadi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi va hokazo. Bizni plastik amaliyotda mana shu tana vazn indeksi 29 dan past bo'lgan holatlarda operatsiya o'tkazishimizga
ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Qachonki tana vazn indeksi, oddiy qilib tushuntiraman, bo'yi 1.60 sm bo'lgan ayol qachonki vazni unda 75 dan yuqori bo'lsa, unga plastik operatsiya o'tkazish kerak emas. Chunki u o'ziga xohlagan natijani olmaydi. Bu yog'ini o'sa agar 15-17 bo'yi farqi yo'q deymi? Masalan 1.70 bo'lsa agar ortiqcha vazni 10-15 kilo bo'lsa qildirsa bo'ladi. Men bu yog'ini o'qsa oddiyroq. Qanaqadir o'zi xohlagan effektni, konturni, siluetni qilib berishimiz mumkin. Lekin siz o'z o'ylab ko'ring. 20-30 bo'yi kilo. 1.60 vazn 90 yoki 100 kg bo'lsa, bizni liposaksiya vaqtida biz maksimum 4 yoki 5 kg yog' ortiqcha to'qimani olishimiz mumkin. Lekin 100 kilogramlik ayol 95 kilo bo'lganda uni tashqi ko'rinishi nimadir o'zgaradimi? O'zingiz mana siz o'sha plastik xirurg bo'ldingiz. Bu haqiqiy, yo'q, bu haqiqat. Lekin ular aytishadimi, men kesib olib tashlayversin. Lekin tibbiy jihatdan organizm bo'lgan-ku shunaqa operatsiyadan keyin shok holatlar. Siz tajribangizda ham eshitgan yoki kuzatgan jarayonlar ko'p-ku. Boya ta'kidlab o'tdim, organizmda bir vaqtni o'zi nima uchun bizga limit qo'yilgan? Bir vaqtni o'zida bitta patsientda, bitta bemorda 5 litr yoki 5,5 litrdan ortiqcha liposaksiya qilish mumkin emas. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, bu yog' to'qimasini organizmga kerakli tomonlari juda ham ko'p. Biz yog' to'qimasini so'rib olayotgan vaqtda nafaqat yog' to'qimasini, balki uni tarkibida bo'lgan qon to'qimasini ham so'rab olamiz. Immun sistemaga javob beradigan immun kletkalarni ham so'rab olamiz va buni agar 5-6 litrdan ko'p miqdorda olib tashlaydigan bo'lsak, bu organizm juda katta stress. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, organizmning immun sistemasi uchun bu vahima stressga tushadi organizm. Va yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, hech kimga biz nima deydi uni tilamaydigan asoratlar bo'lganmi shunaqasi? Bo'lishi mumkin. Shaxsan o'zimning tajribamda Xudo asrasin bunaqa asoratlar. Yo'q, men aynan eshitgan, masalan, yokida yaqin insonni mana shunaqa holat bo'ldi. Bu shart emas, qaysidir vrachning ismini aytganingiz yoki nimadir emas. Men nimaga buni so'rayapman? Bizani kuzatuvchilarimizda maktab kimnidir hayotini eshitsa odam xulosa qiladi. Siz kitobiga yozilganini o'qib bersangiz agar, gapiraveradi doktor deydi. Shaxsan umuman bizani xirurgiyada, plastik xirurgiyada asoratlar turli xil bo'lishi mumkin. Asoratlar bo'lishi mumkin bu estetik, operatsiyadan keyingi estetik natijani yaxshi chiqmasligi bilan bog'liq yoki bo'lmasa sog'liqqa yetkazgan zarar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. No, asoratlar foizi bu butun dunyo statistikasida bor. Bu nafaqat O'zbekiston statistikasi yoki mana statistikada. Bizda ham shunaqa yengil asoratlar bo'lib turgan, siz aytgan og'ir asoratlar kuzatilmagan, lekin kuzatilgan holatlarni ham bilamiz. Demoqchimanki, qachonki patsient to'g'ri o'rganilib, to'g'ri ko'rsatma bilan operatsiya qilinsa, unda asoratlar xavfi kamroq bo'ladi. Lekin bizda xirurgiyada shunaqa bir tushuncha yuradi, kimda asorat bo'lmaydi, qaysi xirurgda, qaysi xirurg hech qachon operatsiya qilmasa, unda asorat ham bo'lmaydi. Bu haqiqat. Demoqchimanki, siz operatsiya qilasiz, bu asoratlar faqat vrachni texnikasi bo'lmasa, vrachning noto'g'ri tavsiyasi yoki noto'g'ri ko'rsatmasi bilan emas, organizmimizning individual xususiyatlari bilan. Yo'q, men buni 100% tushunaman, lekin mana men 100 ta ayol bilan ishladim, buni 90 tasi ozdi-yu, 10 tasi ozmasligi mumkin. Buni haqiqatligini tushunaman, lekin bu sog'lik, narkoz, bu yerda hayot-mamot masalasi haqida gap ketyapti. Bu yerda shu narsani ta'kidlab o'tish kerak. Semizlik bu kasallik. Siz bilasiz. Semiz ayollarda nafaqat operatsiya o'tkazish, turli har qanday tibbiy muolajani o'tkazish tibbiyot xodimlariga qiyinchilik tug'diradi. Chunki bu norma emas. Semizlik bu norma emas, bu kasallik. Shuning uchun o'ylaymanki, qancha agar ko'rsatma bilan tana vazn indeksi 29 dan kam bo'lgan patsientlarni olsangiz, boya siz ta'kidlab o'tgan asoratlarni nima qilamiz? Kamaytirgan, oldini olgan bo'lamiz. Ya'ni bu o'ziga yaxshi ekanda. Semiz ayollarimiz bu yuqori xavf guruhiga kiradi. Xuddiki bu semiz ayolni operatsiya olayotgan xirurg, plastik operatsiya olayotgan xirurg o'zini bilib turib jarga tashlaydi. Chunki u yerda reputatsiya, baribir xohlaysizmi yo'qmi, tajribalar, inson hayoti. Inson hayoti, to'g'ri. Qaysidir bir insonning hayoti. To'g'ri. Mana shu men aytmoqchimanki, vrachlarimiz tajriba orttirguncha tajriba quyonchasi bo'lmasin demoqchiman, lekin plastik jarrohni tajribasi o'zi qancha bo'lishi kerak? Nimaga men aytyapman? Hozir kosmetolog o'rtog'im bor. Haqiqatni aytaman, operatsion muolajalarni ham o'tkazadi, lekin unaqa kattalarni emas. Mana yuz sohasida bo'lgan qisqa
kam narkoz talab qilinmaydigan va juda ham chiroyli olib boradi buni, chunki u men tug'ma deyman u narsani. Lekin u aytib qoldi, qorin yog'larida liposaksiya o'tkazayotgan kosmetologlar reklamasini ko'rib qoldim. Aslida bu mumkin emas-ku deb men bilan gaplashib qoldi. Kim aytdim, narkoz bilan qilish kerak-ku uni deyapman. Lekin o'sha yo'q, biznarkor ana oddiy og'riq qoldiruvchi ukollar bilan qilayotgan ekan. Bu qanchalar to'g'ri? Bilasizmi Dila, umuman tibbiy bilimga ega bo'lmagan, umuman xirurgik diplomiga ega bo'lmagan har qanday kosmetologni, u xoh oliy ma'lumotli bo'lsin, u xoh o'rta ma'lumotli bo'lsin, umuman skalpel ushlashga haqqi yo'q. Ya'ni kesishga haqqi yo'q. Umuman kesishga. U xoh mesni, ya'ni mahalliy og'riqlantirishlardan bo'lsin, xoh mayda, xoh katta operatsiya bo'lsin, operatsiyadan katta kichigi bo'lmaydi, o'z nomi bilan operatsiya. Umuman ularga bizning qonunchiligimiz ruxsat bermagan, lekin noqonuniy ishlar bilan shug'ullanishyapti. Albatta bu bilan ishlaydigan organlar bor, shaxsan bu bizning vazifamizga kirmaydi. No xalqqa nimani ta'kidlashim o'tishim mumkin. Har qanday operatsiya u katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi, steril sharoitda diplomga ega bo'lgan va maxsus tajribaga ega bo'lgan xirurg tomonidan o'tkazilishi kerak. Chunki kosmetologlarimizni nafaqat operatsiyasiz o'tkazish, balki skalpel ushlashga haqlari yo'q. Lekin bu yo'g'nosiz bir xil narxi. Men shunga hayron qolaman. Arzon emas-da ular qilayotgan ish, masalan. Boya bir yuqorida bir chiroyli fikrni ta'kidladingiz, plastik xirurg. To'g'ri savol o'rtaga tashlab, qancha tajriba ega bo'lish kerak? Hozirgi kunda 6 yillik tibbiyot oliygohini tugatgan vrachga, bakalavr darajasidagi vrachga 2 yil xirurgiyada yoki 3 yil magistratura o'tish kerak. Birdan plastik xirurgiyaga ruxsat berilmaydi. 2 yil yoki 3 yil ordinatura yoki magistratura o'qigandan so'ng bizda Toshkentda faqat bitta vrachlar malakasini oshirish institutida 1 yillik, ya'ni 10 oylik plastik xirurgiyaga qayta tayyorlash kursi mavjud. Mana shu kursni o'tgandan so'nggina plastik jarroh degan diplomni oladi. Plastik jarroh degan diplomni oladi, lekin bu degani bu hali plastik jarroh degani emas. Aynan bizda siz yuqorida ta'kidlab o'tgan asoratlarning oldini olish maqsadida Renessans klinikamizda ustoz shogird an'analari yo'lga qo'yilgan. Ya'ni plastik jarroh diplomiga ega bo'lgan mutaxassislarni biz o'zimizga stajyor qilib ishga olamiz va har bitta yosh mutaxassis tajribasi katta bo'lgan mutaxassisga biriktiriladi. Assistent bo'lib, shu 1 yil ishlagandan, 2 yil ishlagandan so'ng asta-sekin oddiy operatsiyalarni oladi. O'sha olganda ham o'sha o'ziga biriktirilgan yoshi katta ustoz bilan birgalikda operatsiyani o'tkazadi. Qachonki mana shu xirurgni mustaqil operatsiya qilishga ishonch hosil qilganimizdan so'nggina klinikamizda bu xirurglarga mustaqil operatsiya qilishga ruxsat beriladi. Naqadar uzoq va mas'uliyatli yo'l. Naqadar uzoq. Qisqacha qilib aytganda, bitta yetuk plastik jarrohni tarbiyalash uchun birinchi o'sha medinasiga kirgan yilidan hisob oladigan bo'lsa agar, kamida 13-15 yil kerak bo'ladi. Bu bilimni bahosi hozir kosmetologlar bilan bir xil. Bir xil. Bu juda achchiq haqiqat, bu alam qiladi. Masalan, to'g'risida, u siz aytgandek sertifikatlar, siz xohlagan joyga borib 1 soat yoki 2 soatda sertifikat olishingiz mumkin. Lekin bakalavr, magistratura va assistentlik darajasidan o'tilgan tajribadagi qiymat bu qanchalar baravarligi bu alam qiladi. Menga alam qilardi lekin. Bitta gap aytaman sizga. Sizga ham bir nishimni siqib olishim kerak. Demoqchimanki, sizda ham sohangizda juda ko'p dietologlar bor. Nima ozish marafonimga qatnashib, dietologiya hali endi qatnashib boshlab ozish marafoni e'lon qilayotganlar bor. Hali u natija olish tugul. Siz nima deb o'ylaysiz? Shularni eshitganda sizga alam qiladimi yoki men bilishim bo'yicha necha yillik tajribaga egasiz va sizda juda ham ko'p nima bor? Auditoriya bor. Nima uchun shunaqa natijalar? Juda ko'p auditoriya deb o'ylaysiz o'zingiz. Nima sabab? Nima uchun sizga kelishadi, boshqalarga emas? Siz o'zingizni fishkangiz nimada deb bilasiz? Ustun tomoningizni. Eng ustun tomoni, men bitta narsani bilamanki, mendagi natija boshqalar olib bera olmasligini bilganidan keyin tanlab keladi. Rahmat sizga. Bizda ham kosmetologlar ishni qilaversin, lekin oxirida baribir natija gapiradi. Natija. Shuning uchun ishni sevish kerak, ishga ilm bilan yurakdan yondashish kerak. Natijani chotki qilib qo'ysangiz agar, o'zi tanlab biladi. O'zi auditoriya tushunib yetadi. Yo'q, men
oldingi nimada o'ylasam, buzilgan ko'ylakni qayta tikishdan yangi material olib tikish yaxshiroqda. Juda Sizni ishingizda ham shu. xuddi shunday. Masalan, qovoq oldirish operatsiyasi, lift, mana nima deydi, yuz muolajasi, facelifting ha, yokida qorin operatsiyalari, xo'p, asoratli bo'lganda uni to'g'irlash yana bitta qiyinchilikda. Shaxsan shunaqa holatlar bo'lgan. Men yuqorida ta'kidlab o'tdim. O'zimda ham qanaqadir patsientlardan asorat bo'lsa, men bu narsani patsient bilan operatsiyadan oldin kelishib olaman. Qutilishi mumkin bo'lgan asoratlarni tushuntiraman, patsient rozi bo'lgandan so'ng operatsiya olaman. Agar shunaqa asorat bo'lib qolsa, agar albatta patsientni tashlab qo'ymaymiz. U bilan birga bo'lamiz va bu muammoni birgalikda hal qilamiz. Agar yechimni ham. Yechimni ham. Agar bizda qanaqadir qo'shimcha mutaxassis yordami kerak bo'lsa, albatta uni ham chaqiramiz va patsient bilan birgalikda shu muammoni hal qilamiz. Lekin shunaqa holatlar bo'lgan, menga kelishadi, murojaat qilishadi, operatsiya narxini so'rashadi, balkim biroz finansiy qimmatli qilgandan so'ng borib yosh jarrohda bo'lmasa kosmetologda operatsiya qildirib qaytib o'zimga kelganlari bor. Ya, lekin reklamasi zo'r bo'lib natijasi bo'lmaganlar ham bor-da. Buni to'g'rilab bering deganda, uje men narxni 2 barobar yoki 3 barobar aytaman. Bu nafaqat men unga alam qilganidan yoki agar qanaqadir qasd qilish maqsadida aytmayman. Uje bir marta o'tkazilgan operatsiyani birovning xatosini to'g'irlash bu xirurg uchun 3-4 barobar mushkullik tug'diradi. Ya'ni bu oddiydan ko'ra qimmatroq bo'ladi, kerak bo'lsa 3 barobar. Oddiydan juda ham qiyin bo'ladi xirurg uchun. Balkim u qilgan xirurgning xatosini 100% to'g'rilash imkoniyati bo'lmasligi ham mumkin. Mana shu uchun bunaqa patsientlarga men operatsiyani birinchidan olmaslikka harakat qilaman. Agar juda xohlasa, agar haqiqatan unga yordam tegishini bilsam, agar albatta operatsiya narxini 2-3 barobar ko'tarib aytaman. Chunki meni mehnatim, meni aqliy faoliyatim, jismoniy faoliyatim bu patsientga birlamchi operatsiyaga nisbatan 3-4 barobar ko'p ketadi. Va buni shunaqa asorat uchragan patsientlarning to'g'ri tushunishlarini so'rab qolaman. Yo, men uni tushundim. Siz aytgandek, birovni qilgan ishini hali 100% to'g'rilab bo'ladi. Mana shu so'roq ham turar ekanda. Xuddi mana shunaqa. Chunki uni ichkarida qanaqa ishlagani o'sha. Ichkarida qanaqa ishlagan, yo bo'lmasa agar shunaqa vaqtlar bo'ladiki, keragidan ortiqcha to'qim olib qo'ygan bo'lsa, agar u defektni to'ldira olmaysiz. To'g'ri, kam olgan bo'lsa, boshqa qilgan bo'lsa, uni qanaqadir to'g'irlash imkoni bordir, lekin to'qimay defitsit tkani bo'ladigan bo'lsa, uni to'ldirish imkoniyati yo'q. U tepadagini qo'ldan keladi. Xo'p, teri osilish, teri masalan mana plastik operatsiya qildirish, yog' oldirish haqida gapirdik. Lekin oramizda juda ham ozg'inlikdan qiynaladiganlar yokida ozgani, vazn tashlagani uchun muayyan sohasi juda ham kichrayib ketganlar bor. Masalan, bu popa qismi yokida ko'krak ko'rinishi bo'lishi mumkin va bilamanki, siz ham bu muolajalar bilan qilasiz. Lekin shuni tabiiy yo'l bilan qilish iloji bormi? Masalan, turli xil hozir chiqqan silikonlar yoki kosmetologlar body oil deydi, har xil yog'lar. Ko'rsangiz, voy, men eslasam 5 litrlik baklashka turibdi-da, Instagramda ko'raman. Buni qo'yar ekan u ko'krakka, popaga, men aytaman. Yo'q narsani, xuddi suyuqlik gelga o'xshagan narsani qanday organizmga qo'yadi? U yeringlamadimi, deyapman. Yeringlaganlar ham bo'lar ekanda, sudlashganlar bor ekan. Yaqinda YouTube'da post qo'yamiz, informatsion postimiz bor, ko'krak kattalash amaliyoti bo'yicha. Har bitta informatsion postini boshida men qisqacha tarixiy ekskursiya qilaman obunachilarim uchun. Mana shu ko'krak kattalash amaliyotining tarixini bir adabiyotlarda qidirganimda, bu amaliyot 1910-1912-yillarda boshlangan ko'krak kattalash amaliyoti va o'sha vaqtlarda hali qobiqqa o'ralgan implantlar, silikonlar bo'lmagan vaqtda baliq yog'i, body oillar, hattoki hayvonlarning juni, hattoki patsientlardan boshqa bir patsientning yog' to'qimasi olib ko'krakka kiritish orqali ko'krak kattalashtirilgan ekan. Tajriba qilib. Hozirgi yana o'sha aytganimizdek qo'shtirnoqcha kosmetologlarimiz 1900-yilga qaytishyapti. Tajriba quyonchasi qilishyapti. 1900-yildan boshlashyapti. 100 yil orqadagi ishlarni hozirgi patsientlarimizga jostko reklama orqali sotishyapti. Lekin bu juda arzon turadigan narsami demoqchimisiz? Arzonni mol tatimas deydi-ku. Hozirgi kunda butun dunyo plastik xirurglar tomonidan tan olingan silikonlar, ko'krak yoki dumba sohani kattalashtirishni almashtirib bo'lmas analogi bu qobiqqa o'ralgan implantlar, ya'ni silikon implantlar yordamida kattalashtirish bo'lib hisoblanadi. Va yuqorida siz ta'kidlab o'tgan gel, body oil
yoki bo'lmasa agar boshqa bir qobiqsiz fillerlar bu inson hayoti uchun juda ham xavfli. Hattoki shunaqa holatlar bo'lganki, biza filler qo'yilgan ko'krakni qanaqadir qismini inakda o'sha butun bir ko'krakni olib tashlagan holatlarimiz ham bo'lgan. Men juda ham mashhur bitta blogerni taniyman. Menimcha sizlar ham taniysizlar. O'sha ko'krak qismiga yog' birinchi yog' to'qimasini qilmoqchi bo'lgan. Xullas bilmayman, kelisha olmaganmi? Xullas reklama uchun barter asosida gel qo'ydirgan. Keyin istoriya qo'yib chiqdi. Anchadan keyin u kosmetolog bilan urushib qolishgan, sudlashishgan. Qanaqa bo'lar ekan? Men hamma ayollar bo'lgani uchun aytayapman. Ko'krakka quyilgan gel surilgan, pastga qarab. Surilganda uni erituvchi nima jo'natishar ekan, o'sha qanaqadir ukollar bor ekanda. Endi men oddiy tilda aytayapman. U kuchi yetmaganda yiringlab boshlagan, isitma berib yuborgan. Xullas, ya'ni ko'krak shaklini yo'qotgan u qiz undan tashqari yiringli ko'krakka nima qilyapti-da, keyin xirurgga borgan. Aytyapman, shunaqa murojaat qilib kelib, kechirasiz 300 yoki 400 dollarga borib filler quydirishadi, lekin uni asoratini keyin yuqorida ta'kidlaganimdek 3000-4000 dan ham tuzatib bo'lmasligi mumkin. 3000-4000 dollar, yana AQSh dollarida ham tuzatib bo'lmasligi mumkin. Agar auditoriyaga qiziqarli bo'lsa, men YouTube'da oxirida qo'yib ketamiz. Instagram profilimni qo'yaman. Aynan filler quydirib asorat bergan patsientlarni men olib chiqqanman. Buni nafaqat o'zimiz reklama qilish uchun emas, lekin xalq bilsin. Kesin agar shu finansiy imkoniyati yo'qmi, yaxshisi shu amaliyotni umuman qildirmasin. Umuman shu amaliyotni qildirmasin. Ya'ni bor sog'ligini yo'qotgandan ko'ra. Bizda operatsiyalarga, plastik amaliyotlarga bu estetik ko'rsatma bilan bajariladi. Lekin inson hayoti, inson sog'ligi baribir har qanday mutaxassis uchun, shaxsan men uchun ham birinchi o'rinda turadi. Bu shunchaki estetik nuqsonni tuzatib, uni xursand qilish mumkin, lekin bu degani uni hayotini xavf ostiga qo'yish kerak degani emas. Ya'ni ular hozir aytganimdek gellarni quyib, qaysidir miqdorda asorat kuchli, masalan siz 50 ga 50 deganni ham emas, u 90 ga 10 bo'lyapti. Ya'ni 90% asoratli muolaja, gellar, yog'lar, 10% kimlargadir udachli chiqishi mumkin. O'sha 10% muvaffaqiyatli bo'lgan natija ham men aniq sizga aytaman, 1 yildan ortiq turmaydi natijasi. So'rilib ketadimi? Albatta so'rilib ketadi. Bu fillerni, gelni so'rilib ketishi bu patsientning baxti. Ha, lekin agar uni asorat berishi bu uni baxtsizligi. Juda katta lotereya o'yiniga o'xshar ekan va siz uchun pulingizni to'lar ekansiz yoningizdan. Xuddi shunaqa. Siz kechirasiz, yemagan somsangizga pul to'lashingizga to'g'ri keladi. Baribir auditoriyaga shuni aytib o'taman, siz har qanaqangi plastik operatsiyani o'tkazmoqchimisiz, har qanaqangi muammongiz bormi? Albatta mutaxassisga murojaat qiling. To'g'ridan-to'g'ri konsultatsiyada. Balki uni internetdagi rasmlari, videolariga uchib emas, mutaxassis bilan keling, yuzma-yuz ko'rishing. Siz ishonch hosil qilingki, shu sog'ligingizni yoki go'zalligingizni shu insonga ishonib topshirish mumkinmi yoki yo'qmi? Mana shu endi xo'p, mayli biz ishonch hosil qilish uchun tibbiy savodxonligimiz yaxshi bo'lishi kerak deyapmiz. Qanaqa savollar bersak biz u yaxshi mutaxassis ekanligini bilamiz. Bizga fishkalarni bering, baribir. Masalan, men sizga borgunimcha o'sha onamni grija operatsiyalarini o'tkazdilar, kindik grija, undan tashqari liposaksiya amaliyotini ham o'tkazdilar, haqiqatni aytishim kerak. Yo'q, qovoq oldirish amaliyotini ham onajonim o'tkazdilar-da. Va men ishonch hosil qilganim uchungina olib bordim va to'g'ridan-to'g'ri savollarimni ham berdim. Xuddi shunday. Ana endi meni kuzatib turgan, sizni eshitib turgan ayollar agar o'sha qovoq oldirish barcha turdagi plastik operatsiya qildirmoqchi bo'lsa, mutaxassisga qanaqa savollar bergani ma'qul? Mutaxassisga savol berishdan birinchi navbatda mutaxassisdan so'rash kerak uni diplomlari to'g'risida. Institut tugatgan diplomi, magistraturadan tugatgan diplomi, plastik xirurgiya bo'yicha o'tgan mutaxassislik diplomi yoki sertifikati. Bu ayb emas. Ya'ni biz so'rashimiz ayb emas. Nima uchun ayb? Jahl qilganlarni eshitaman, ko'rganman. Jahl qilsa unda bilsangiz bo'ladi. Marhamat, siz unga operatsiya qilishga obязан yoki majbur emassiz. Albatta uni tibbiy bilimdonligini, savodxonligini hujjatlarda, misolda ko'rib chiqish kerak va to'g'ridan-to'g'ri borib o'zingiz xohlagan natijani ko'rsatib, mana shunaqa natija qilib bera olasizmi yoki bo'lmasa agar shuni qilib bera olasiz deganda, u sizga keysini o'zi ochib ko'rsatsin, o'zini ishini videoda ko'rsatsin. Birovning ishini qo'yganlar ham bor. Juda ham ko'p.
internetdan kimdir ishini olishadi, filtr qo'yishadi, photoshop qilishadi, hozirgi grammatik jasada ishlayapmiz. Bundoq qilib. Sun'iy intellekt olib qo'yishadi, qilib berishadi. Siz boring, ko'ring. Men o'ylaymanki, shu kecha kunduzda sotsial tarmoqlarni ko'radigan, kompyuter savodxonligiga ega kuzatuvchilarimiz sun'iy intellekt bilan yoki photoshop bilan haqiqiy natijani farqlay olishadi. No, самое главное, siz har bir mutaxassis bilan yuzma-yuz gaplashganingizda o'z yuragingiz jiziqladi. Aurangiz o'zi aniqlab oladi u qanaqa mutaxassisligini. Gapidan, so'zidan. Yokida bizni xuddi shunday foydali suhbatlarimizdan desagan bo'ladi. Xuddi shunaqa. Agar siz keldingiz, yuragingiz qanaqadir tortmadi, ko'nglingiz qabul qilmadi, ichingizda qanaqadir ovoz bu sana xirurging emas, bu sana mutaxassising emas dedimi? Shunaqa emas. Rahmat manfaatli suhbat uchun. Mana bir yana sizga qarab turib savoldan savol ochiladi. Qancha mashq qildim, diyeta qildim, sport hammasini zo'r qildim, lekin Zeliya baribir qornim kirmaydi deyshadi. Baribir men bu sohani xabarim bo'lgani uchun aytaman-da, sizda balkim diastaz bo'lish mumkin. Chunki ayollarimizni semizlikdan qiynaladiganlarning asosi tug'ruqni boshdan kechirgan ayollar. Yokida bizada yo'q, masalan, 2 oyda semiz bo'lib qolganlar. Sekin-sekin semirganlar, katta vaznni olganlar. Kim aytaman, sizda diastaz bo'lishi mumkin desam, nima u deyshadi. Men aytaman, diastaz bilmaysiz desam, yo'q, nima u deydi. Sizga savol va diastazni yechimini siz mutaxassis berasiz. Men dietolog bo'lib, diastazni katta ehtimol bilan baribir uy sharoitida ketkaza olmayman. Chunki u disiplina bilan mashq qilmaydi, faqat dieta qilib yuradi. Diastaz nima u? Nimaga ayollarda ko'p uchlaydi va qaysi usullarda ular tabiiy ketkazsa bo'ladi, qaysi usullarda sizga murojaat qilishadi? Hammasiga javob bering. Birinchidan diastaz degani bu normada ham bo'ladigan tushuncha. Bu diastaz qornni old guruhidagi ikkita to'g'ri mushakning orasidagi masofa diastaz deyiladi va normada bu 1,5-2 santimetrgacha bo'ladi. Qorin mushagini to'g'ri ushlab turadigan. Qornda ikkita to'g'ri mushak bor va bu qorn o'rta, ya'ni kindik sohasida to'g'ri chiziq bo'ylab ikkita mushak birlashgan sohada mana shunaqa shel qoladi, shel. Mana shu shelni kengligi 1,5-2 santimetr bo'lishi kerak bu normada. Lekin ayollarimiz bu bizga farzand ato qiladigan, farzand sovg'a qiladigan jins vakili bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ularda homiladorlik bo'ladi. Homiladorlik hisobiga, homilalik hisobiga qorin kattalashadi va xohlaymizmi, xohlamaymiz, qorin mushaklari bir-biridan qanday yiroqlashadi. Bolani quchoqlab olganday. Xuddi uzoqlashadi. Shuning hisobiga diastaz ochiladi. Va bola tug'ilgandan so'ng agar ular to'g'ri rejimga rioya qilishmasa, asta-sekinlik bilan bu o'zini holiga qaytmaydi. Ochilgan diastaz ochiqligicha qolib ketaveradi. Bu nafaqat qanaqadir dieta rejimiga rioya qilishga, balki ayolning genetikasiga ham bog'liq. Shuning uchun mashq qilsam ham ketmaydi deydiganlar bor. Xuddi shunaqa genetikasiga ham bog'liq. Shuning uchun men ko'pincha kuzatuvchilarimga, obunachilarimga yoki konsultantga kelganlarga aytaman. Men sizni operatsiya qilib beraman, chiroyli qomat qilib beraman, lekin men sizni genetikaningizni o'zgartira olmayman. Ya'ni kimgadir qilgan natijamni sizga qilib bera olmayman. Sizga qilib bera olmayman deb aytaman. Demoqchimanki, diastaz ochilib qoldi, o'z holatiga kelmadi va ko'p faktorlarga bog'liqligini tushundik. Bu rejimga, sog'lom ovqatlanishga yoki dieta, sport, undan tashqari genetikaga ham bog'liq bo'lib hisoblanadi. Diastaz 1-2 darajasida, ya'ni 1-2 darajasi bor. Bor. 3 ta darajasi bor. Ya'ni diastaz orasidagi masofani misol uchun 2 santimetrdan 5 santimetrgacha bo'lsa, допустим, birinchi daraja, 5 santimetrdan 8 santimetrgacha bo'lsa agar bu ikkinchi daraja va undan yuqorisi o'sha 3-daraja deb aytiladi. Ya'ni oradagi masofaga. Masofasi kichkina, kattaroq, katta. Diastazning birinchi darajasida bemalol uni turli xil uy sharoitidagi mashqlar bilan qaytarib o'zini holatiga keltirish mumkin. Va bu to'g'risida maxsus mashqlarimiz bor. Xohlasangizlar yaqinda YouTube'da biz va Instagramda shu videolarni joylab qo'yamiz. Bemalol bepul uni yuklab olib foydalanishingiz mumkin. Ya'ni o'sha mashq bilan qilsa bo'lar ekan. Yo'qotsa bo'ladi. Va ikkinchi, uchinchi darajasida qanchalik mashq qilmasin, uni normal holatga keltirib bo'lmaydi va bunaqa vaqtda biz plastik xirurg sifatida ularga yordam bera olamiz, ya'ni operatsiya yo'li orqali. O'sha bu katta operatsiya hisoblanadimi? O'sha narkozda qilinadi. Agar patsientda ortiqcha teri osilishi bo'lmasa, ortiqcha vazn bo'lmasa, liposaksiya yoki abdominoplastika ehtiyoj bo'lmasa, uni oddiygina lazer deydi, xalq tilida laparoskop bilan ortiqcha kesimlarsiz qanaqadir 2-3 ta 0,5-0,3 santimetrlik kesim bilan diastazni bartaraf qilish imkoni bor. Voy, oson ekan-ku. Men aytdim, narkozda katta operatsiyaga shart emas ekan-ku. Qo'rqishadi. No degan narsa bor. No degan narsa bor. Diastazni o'sha xirurg operatsiyasiz
davolash jarayonida ham yoki operatsiya qilib davolagandan keyin ham bu patsientlarimiz albatta sog'lom ovqatlanishga, dietaga va sport bilan shug'ullanishga e'tibor qaratishlari lozim va shart. Siz har qanday operatsiya shunaqa deysiz. Men har safar sizni ko'rsam, aytasiz, "Men hozir qilib beraman, senga cho'tki natija beraman", lekin bu davomiy bo'lmaydi. Qachonki sen odatni to'g'ri qil. Bu har doim. Meni ham aytar gapim shu. Sizda ham necha kishini misol uchun 30, minus 30, 40, 70 gacha tushirib berasiz, lekin hamma ham sizni natijada ushlab qola olmaydi. Men o'ylaymanki, inson avvalambor o'zini sevish kerak, keyin ichidagi shaytonchasini jilolash kerak-da. Voy, men shuni o'sha kuni YouTube'da primoy qilganimda, qo'limda chiroyli uzuk soatlar turibdi, keyin komment keldi. Primoyda turibman, aytibdi, siz o'zingiz yaxshi ko'rasiz-da, va qarang taqinchoqlar taqib yurgansiz. Menda bunaqa sharoit yo'q deb yozganda, siz bilan o'zolmayman o'sha kursizga. O'zi bo'lsa 200 mingdan 300 minggacha bir oylik. Keyin men o'tirdim, o'sha komment ko'rgandan keyin shuna qo'limdagi uzukni, soatni eshitdim-da, bu temir-ku dedim. Ming brilliant bo'ladi, tilla bo'ladi. Bu temir, yerin tagidan chiqqan bitta metal-da. Bu temir tersak o'zini sevish bo'lganda, millionlab puli bor insonlar semizlikdan qiynalib o'lib ketmasdi. O'zini sevish bu chiroyli bo'yanish, kiyinish yoki nimadir emas. O'zini sevish bu tanasiga g'amxo'rlik qilish. Xuddi shunday. Avvalambor inson oynaga qaragan vaqtda o'ziga o'zi yoqish kerak birinchi navbatda. Mana shaxsan hozir yoshim 41 da, yaqinda 42 ga kiraman. Voy, o'xshamaysiz lekin. Da, deylar. Demoqchimanki, men ham tana vaznimni kontrol qilib turaman. Siz bilasiz buni. Yugurasiz, men ko'raman va erinmagan deb aytaman. Men marafon yuguraman. Bir haftada 50-60 km yuguraman. Kechirasiz, joyi keladi, men ham o'zimni majburlab yuguraman. Faqat xohishim bilan emas. Nima uchunki, shu ortiqcha vazn olmagan, qomatim buzilmasin. Oynaga qaraganda, kiyim kiyganda o'zimga yarashib tursin. Va semiz patsientlar murojaat qilganda vazn tashlang desa, doktor, men dieta qildim, sport bilan shug'ullanib, ozolmayman degan gapga ishonmayman. Shaxsan men o'zimni vaznimni -5 yoki +6 gacha o'zgartira olaman. Xohlasam +6 o'yin olishim mumkin, xohlasam +6 o'yin tashlay olaman. Bir oy yetarli men uchun. Va shunaqa deganimda aytishadiki, siz erkak kishisiz, siz qilmagansiz deyishadi. Bu gapga ham ishonmayman. Shaxsan o'zimning ayolim sport bilan, sog'lom ovqatlanish bilan -6-7 kilogrammgacha vazn tashlagan. Dieta bilan ovqatlanish bilan. Mana ko'zimni oldida. Yo, bitta narsani oling. Bilasizmi, unda bitta narsani olamiz, gapingizni bo'ldim. Biz ayollar boshida yaxshiroq vazn tashlaymiz, keyingi oylarga nisbatan. Men 5-6 kilo ozganni ozdi deb hisoblamayman. Men o'zim dietologman. Erkak kishi ayollarga nisbatan tez ozadi. Buni tibbiy asoslab bera olaman ham, siz ham bilasiz. Gormon foni bilan bor. Xuddi shu. Bizni erkaklarimizda testosteron dominant va bu energiya sarfiga qaraydigan gormon. Ayollarda estrogen bu yog' yig'uvchi gormon. 15-20 kilo vazn tashlash uchun ayol kishi baribir erkaklarga nisbatan 3-4 barobar ko'proq harakat qiladi. Endi Dila shu gapingizda maqtanmang ozganingiz uchun. Dila, shu o'rinda bir narsani aytishim kerak. Bizda bir professor bo'lardilar, Alloh rahmat qilsin, 87 yoshda dunyodan o'tdilar. Xudoberdi Karabayevich degan shu kishi aytardilar-da, ertalabki ovqatdan keyin, o'g'lim, bu yoqqa isming nima edi? Vohid, qayerliksan? Buxoroliksan? Buxorolikman. O'g'lim, men senga bir narsani aytaman, yodingdan chiqmasin. Ayol bilan echkini orig'i bo'lmaydi derdilar. Nimaga desam, tashqaridan oriq ko'rinishi mumkin, lekin mana shu yog'i bo'ladi, terisining tagida dedilar. Chunki uni Alloh shunday yaratgan. Chunki u homilani, farzandini tashqi muhitdan himoyalash uchun unga yog' kerak. Siz aytganingizdek, estrogen yog' yig'adi dedingiz-ku. Bu ham tepadagi tomondan shunday yaratilgan. Chunki farzand homilador bo'lgan vaqtda har oy tayyorlanadi ayol kishining organizmi. O'sha yog' tashqi muhitdan farzandni himoya qilib turadi. Va uni boqib katta qiladi. Echki ham xuddi shunday. Lekin zo'r misol bo'ldi. Qizlarjon. Qo'pol eshitilishi mumkin, lekin juda ham zo'r misolni keltiribdilar. Alloh shunaqa yaratilgan deb bitta reel oldimdan chiqib qoldi. Ayol kishi qorni sport zalda kirmaganiga, nimaga shu qornim kirmaydi desa, kichkina. Bu yerda sani o'sha bachadoning joylashgan, sani Alloh shunaqa yaratgan. Bu juda ham chiroyli, sen shuni qabul qil degan ekanda. Genetika degan joyga yana bir marta qaytaman. Biz siz ham yaxshi bilasiz, ayollarda qorning 3 ta tipi bor. Bochkasimon, maksimon, olmasimon deyishadi. Mana shu narsaga ham bog'liq qomatni qanaqa bo'lishi. Shuning uchun ham aziz ayollar, yodingizdan chiqmasin, plastik xirurg sizga qanaqadir ideal natijani va'da qildim, birinchi uni yolg'on gapiryapti. U xirurgga ishonmang.
haqiqiy tajribali plastik xirurg sizga o'zingizni eng chiroyli versiyangizni yaratib beradi va u yog'dan bordan yog' qila olmaydi. Rahmat, manfaatli suhbat haqiqatlar uchun. Vaqt aka qayta taklif qilaman, chunki hali so'ralmaganlarimiz bor edi. Lekin bu so'ralmaganlar tomoshabinlardan bitta shart bilan qilmoqchiman. Aynan shu video ostida ularning savollari, ya'ni biz gapirmagan mavzuyimiz haqida savollari qoldirsa, yana taklif qilsak kelasizmi? Dila, albatta siz bilan ilgari ham hamkorlikda ishlaganman va bundan xursandman. Agar savollar juda ham qiziqarli bo'lsa, savollar ko'lami qaytib mana shunaqa vaqtimizni sarflab o'tirishimizga agar arzisa, albatta kelaman. Eng yaxshi savol egasiga esa mendan hadya bor. Kommentda albatta siz shu mavzuda qiziqqan savollaringizni qoldiring. Vaqtiga sizga kattakon rahmat. Agar siz bilan kimdir mana shu podkastni ko'rib murojaat qildim desa, bilamanki bu suhbat manfaatli bo'lgan bo'ladi. Men yaxshi xulosa oldim degan bo'lsa, bizni vaqtimiz bekorga ketmagan bo'ladi. Dila, albatta agar bizning shu suhbatimiz xalqqa foydasi tegib, biz keraksiz, maqsadsiz va ko'rsatmasiz operatsiyalar sonini kamaytirsak, men ham o'zimni ketgan vaqtimni achimayman va o'zimni baxtli deb hisoblayman. Ya'niki kimgadir shu kun bizning foydamiz tegdi. Rahmat kattakon. Sizlarga omad. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar sizlar.